Salom aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim, dolzarb va afsuski, ba'zi bir xavotirli mish-mishlar bilan bog'liq bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Ehtimol siz ham internetda, ijtimoiy tarmoqlarda yoki do'stlaringizdan 20 oydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladi yoki kvartira eshiklari majburiy ravishda olib qo'yilishi mumkin kabi shov-shuvli sarlavhalarni o'qidingizmi? Bu sarlavhalar ko'pchilikni xavotirga solishi tabiiy. Ayniqsa keksa avlod vakillarini, o'z uy joylari farovonligi haqida qayg'uradigan har bir insonni. Bu xavotirlar bejiz emas. Chunki har birimiz o'z uyimizning daxlsizligini va shaxsiy mol-mulkimizning himoyalanganligini istaymiz. Ammo aslida bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bugun men sizga barcha mish-mishlarni rad etib, haqiqatni aytib beraman. Qanday qilib o'zingizni himoya qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa qarzdorlik bilan bog'liq vaziyatga tushib qolmaslik va huquqiy bilimlarga ega bo'lish uchun juda muhimdir. Shu sababli iltimos kanalimga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu foydali ma'lumot imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borsin. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ham har qanday turdagi qarzdorliklar, xususan kommunal to'lovlar, bank kreditlari yoki soliqlar bo'yicha qarzni undirish mexanizmlari qonunimizda mavjud edi va ular qo'llanilib kelinardi. Bu yangilik emas. Ammo oxirgi paytlarda bu mavzu atrofida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p shov-shuvli va ba'zan asossiz sarlavhalar paydo bo'ldi. Asosiy muammo shundaki, odamlar ko'pincha amaldagi qonunchilikdagi ba'zi qoidalarni yoki uning o'zgarishlarini noto'g'ri tushunishadi. Bu ba'zan ataylab noto'g'ri talqin qilinadi yoki g'arazli maqsadlarda ma'lumotlar buzib ko'rsatiladi. Natijada jamiyatda asossiz vahima va qo'rquv paydo bo'ladi. Shuni ochiq aytishim kerakki, hozirda hech kim pensionerlarga alohida qandaydir umumiy taqiq qo'yishni rejalashtirmayapti. Bu mutlaq asossiz mish-mish. Qonunchilikda bunday cheklov nazarda tutilmagan va bunday qonun loyihasi ham muhokama qilinayotgani yo'q. Bu ehtimol qarzdorlikni undirish bilan bog'liq umumiy jarayonlarning haddan tashqari oshirib yuborilgan yoki noto'g'ri talqin qilingan versiyasidir. Xuddi shunday. Kvartira eshiklarini olib qo'yish ham bevosita so'z tushuniladigan holat emas. Bu nima degani? Keling, har bir jihatini batafsil ko'rib chiqamiz, toki hech qanday savol qolmasin. Darhaqiqat qonun bo'yicha fuqarolarning majburiyatlari, jumladan qarzdorliklari mavjud bo'lsa, ularni undirish uchun belgilangan tartib-qoidalar bor. Bu tartib-qoidalar asosan sud ijrochilarining faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlari bilan belgilanadi. O'zbekistonda bu vazifani Majburiy ijro byurosi amalga oshiradi. MIBning asosiy vazifasi sud qarorlari va boshqa ijro hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlashdir. Bu qarorlar turli xil bo'lishi mumkin. To'lanmagan kommunal to'lovlar, bank kreditlari bo'yicha qarzdorlik, alimentlar, soliqlar, shuningdek shartnomaviy majburiyatlarni bajarmaslik natijasida yuzaga kelgan boshqa qarzdorliklar. Avvallari ham qarzdorlikni undirishning o'ziga xos bosqichlari bo'lgan. Avvalo kreditor, masalan, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki bank qarzdorni xabardor qiladi. Keyin sudga murojaat qiladi. Agar sud qarzdorning foydasiga bo'lmagan qaror qabul qilsa, bu qaror MIBga ijro etish uchun yuboriladi. MIB xodimi, ya'ni sud ijrochisi qarzdorga ijro ishi qo'zg'atilganligi haqida xabar beradi va unga qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda to'lash uchun ma'lum muddat, odatda 15 kun beradi. Agar bu muddat ichida qarz to'lanmasa, unda majburiy ijro choralari qo'llanilishi boshlanadi. So'nggi yillarda qonunchilikda jiddiy o'zgarishlar bo'lgani yo'q, aksincha mavjud mexanizmlarning samaradorligini oshirishga va ijro jarayonlarida shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan harakatlar kuchaytirildi. Shuning uchun 20 oydan boshlab keskin o'zgarishlar bo'ladi degan gaplar ko'pincha xalq orasida yuqori ijro intizomi talab qilinishi yoki undirish choralarining faollashishi haqidagi tasavvurning mahsulidir. Keling, endi eng muhim savollarga javob beraylik. Qaysi hollarda mol-mulk tortib olinishi mumkin? Kim xavotirga tushishi kerak? Va kim uchun bu mish-mishlar shunchaki bo'sh gap? Birinchi navbatda shuni bilishimiz kerakki, Majburiy ijro byurosi faqatgina sudning tegishli qarori asosida harakat qiladi. Sud qarorisiz hech kim sizning mol-mulkingizga daxl qila olmaydi. Sud esa o'z navbatida dalillarni o'rganib chiqib, qonuniy asosda qaror qabul qiladi. Mol-mulkni xotish yoki undirish qanday qarzdorliklar sababli yuzaga kelishi mumkin? Bular quyidagilar. 1. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik. Gaz, elektr energiyasi, suv, isitish
chiqim tashish va boshqa xizmatlar uchun to'lanmagan pullar. Aynan shu turdagi qarzdorliklar aholi orasida eng ko'p uchraydi va ko'pincha shov-shuvlarga sabab bo'ladi. İki, bank kreditlari va mikroqarzlar bo'yicha majburiyatlar. Agar siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz va uni o'z vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, 3 soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlik, mulk solig'i, yer solig'i va boshqalar. 4, alimentlar. Ajrashgan er yoki xotin tomonidan voyaga yetmagan bolalarga to'lanishi kerak bo'lgan alimentlar. 5, sud tomonidan belgilangan boshqa turdagi undiruvlar, masalan, yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya. Mol-mulkni xatlash mexanizmi qanday ishlaydi? Sud ijrochisi dastlab qarzdorning pul mablag'lariga, bankdagi hisob varaqlariga murojaat qilishi mumkin. Agar bu mablag'lar yetarli bo'lmasa, undirish qarzdorga tegishli bo'lgan ko'char mol-mulkka, avtomobil, qimmatbaho maishiy texnika, mebel va haqi qaratilishi mumkin. Eng oxirgi chora sifatida, agar qarz juda katta miqdorda bo'lsa va boshqa hech qanday undirish manbai bo'lmasa, undirish ko'chmas mulkka, ya'ni kvartira yoki uyga qaratilishi mumkin. Aynan shu yerda kvartira eshiklarini olib qo'yish haqidagi mish-mishning ildizlarini tushunish mumkin. Ushbu sarlavha ehtimol sud ijrochilarining qarzdorlik sababli uy-joyga kirishi va masalan, mulkning inventarizatsiya qilish yoki majburiy ko'chirish jarayonida uydan foydalanish huquqining cheklanishini anglatadi. Eshikni olib qo'yish deganda sizning kvartirangizga qonuniy asosda kirib, undagi mulkni xatlashi yoki hattoki kvartiraning o'zini qarzni qoplash uchun sotish masalasi ko'tarilishi mumkinligini tushunish kerak. Lekin bu shunchaki jismoniy eshikni echib olish emas. Balki mulk egasining mulkka egalik qilish huquqini cheklash yoki o'zgartirish bilan bog'liq huquqiy jarayondir. Endi qaysi holatlarda odamlar xavotirga tushishi kerak va qaysi holatlarda asossiz xavotirlanishga hojat yo'q. Shuni ko'rib chiqaylik. Kim xavotirga tushishi kerak? Bir jiddiy uzoq muddatli va to'lanmagan qarzdorligi bo'lgan, ayniqsa rasmiy xabarnomalar va sud chaqiruvlarini e'tiborsiz qoldirgan shaxslar. Masalan, oila 3 yil davomida kommunal to'lovlarni to'lamay 20 million so'm qarzdorlik to'pladi. Bu haqda bir necha bor ogohlantirishlar oldi, ammo ularni e'tiborsiz qoldirdi. Sud qarori chiqqandan keyin ham MIB xabarni olib ham to'lovni amalga oshirilmadi. Bunday vaziyatda MIB avval ko'char mulkni, masalan, avtomobil yoki qimmatbaho texnika xatlashi mumkin. Agar bu yetarli bo'lmasa va qarzdorning boshqa yashash joyi mavjud bo'lsa, hatto kvartiraning o'zi ham qarzni qoplash uchun sotilishi mumkin. Bu jarayon juda murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, lekin bu imkoniyat bor. 2. Qarzlarni ataylab to'lashdan bo'yin tovlayotgan shaxslar. Ya'ni to'lash imkoniyati bor bo'lsa-da, qasddan to'lamaydiganlar. O'z mulkini, kvartira, uy, garovga qo'yib, katta miqdorda kredit olgan va uni to'lamayotgan shaxslar. Masalan, pensioner o'g'ling biznes uchun kvartirasini garovga qo'yib, katta bank krediti oldi. Agar o'g'li bankrot bo'lib, pensioner kreditini to'lay olmasa, bank garovdagi kvartirani sotish orqali qarzni undirishga haqli bo'ladi. Bu holda yashash joyi yagona bo'lsa ham, u garovga qo'yilgani sababli xavf ostida qoladi. Kim xavotirga tushmasligi kerak? 1. Barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiradigan mas'uliyatli fuqarolar. 2. Kichikroq qarzdorliklari bo'lib, ularni faol ravishda to'lashga harakat qilayotgan shaxslar. Agar sizda ozgina qarz bo'lib, uni imkon qadar tezroq to'lash uchun chora ko'rsangiz yoki kreditor bilan kelishuvga erishsangiz, sizning mulkingizga hech narsa bo'lmaydi. Masalan, pensioner kasalligi tufayli bir oylik kommunal to'lovni o'tkazib yubordi. Unga ogohlantirish keldi. Bu ogohlantirishlar odatdagidek qattiq uslubda yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda vahima ko'tarishga hojat yo'q. Qarzni imkon qadar tezroq to'lash yoki shu oyda to'lay olmasligingiz sababini tushuntirib, kommunal xizmatlar idorasiga murojaat qilish kifoya. Bunday kichik qarzdorliklar uchun hech kim eshiklaringizni tortib olmaydi. Davlat himoyasidagi zaif qatlam vakillari, masalan, kichik pensiya olgan pensionerlar, nogironlar, shuningdek boshqa muhim aktivlari bo'lmagan shaxslar. Chunki qonunchiligimizda minimal daromad va ba'zi mol-mulk turlarini xatlashdan himoya qilish mexanizmlari mavjud. Bu haqda hozir batafsilroq to'xtalaman. Mol-mulkni xatlash bilan bog'liq holatlarda aniq raqamlar va ma'lumotlarga e'tibor qaratishimiz lozim. Masalan, maosh va pensiyaning qancha qismi undirilishi mumkinligi qonun bilan belgilangan. Odatda ijro hujjatlari bo'yicha undiruv qarzdorning ish haqi yoki boshqa daromadining e'tining foizdan oshmasligi kerak. Faqat aliment undirish yoki yetkazilgan zararni qoplash kabi
ayrim hollarda bu ko'rsatkich 70%gacha bo'lishi mumkin. Eng muhimi shundaki, sizning tirikchilik uchun zarur bo'lgan minimal mablag'ingizga tegilmaydi. Ya'ni ijro ishlari jarayonida qarzdorning yashash minimumi saqlab qolinishi shart. Bu ayniqsa pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa qatlamlar uchun juda muhim kafolatdir. Sud ijrochisi undiruvni amalga oshirayotganda qarzdorning oilaviy ahvolini, qaramog'ida bo'lgan shaxslar sonini va ularning tirikchilik uchun zarur bo'lgan minimal ehtiyojlarni inobatga olishi shart. Shuningdek, qonunchiligimizda mol-mulkni undirishda bir qator istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Har qanday mol-mulkni shunchaki olib qo'yish mumkin emas. Xatlash mumkin bo'lmagan mol-mulk turlari, xatlashdan ozod qilingan mol-mulk. Qonun hujjatlarida qarzdordan undirib olinishi mumkin bo'lmagan mol-mulk ro'yxati aniq belgilangan. Bularga quyidagilar kiradi. Shaxsiy foydalanishdagi buyumlar, kiyim-kechaklar, poyabzallar, yotoq anjomlari, zaruriy mebel, masalan, krovat, stol-stul, shkaf va boshqa shaxsiy ehtiyojlar uchun zarur bo'lgan ashyolar. Ammo bu yerda ham cheklovlar bor. Qimmatbaho buyumlar, masalan, mo'ynali kiyimlar, zargarlik buyumlari, hashamatli mebellar xatlashdan ozod qilinmaydi. Ishchi oziq-ovqat mahsulotlari, qarzdor va uning oilasi uchun yashash minimumini ta'minlash uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar va tibbiy buyumlar, sog'liqni saqlash uchun zarur bo'lgan dorilar va tibbiy jihozlar. Professional asbob-uskunalar. Agar shaxs hunarmand, shifokor, o'qituvchi yoki boshqa kasb egasi bo'lsa va uning kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, masalan, duradgorning asboblari, shifokorning tibbiy jihozlari va boshqalar. Ammo bu ham ularning qiymatiga bog'liq. 5. Qishloq xo'jaligi mollari. Agar qarzdorning asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligi bo'lsa, uning ekin ekish uchun zarur bo'lgan texnikalari, chorva mollari, urug'lari ma'lum bir miqdorda xatlashdan ozod qilinadi. 6. Eng muhimi, yagona yashash joyi. Agar kvartira yoki uy qarzdorning va uning oilasining yagona yashash joyi bo'lsa, u odatda xatlashdan ozod qilinadi. Bu juda muhim himoya mexanizmi. Ammo bu qoida ham o'ziga xos shartlarga ega. Agar bu uy joy kredit yoki boshqa majburiyat uchun garovga qo'yilgan bo'lmasa, ya'ni agar siz o'zingizning yagona uyingizni garovga qo'yib kredit olgan bo'lsangiz va uni to'lamasangiz, u holda bu himoya amal qilmaydi. Agar uyingiz garovda bo'lmasa va bu sizning yagona yashash joyingiz bo'lsa, kommunal to'lovlar yoki boshqa undiruvlar uchun uni sotish juda kam uchraydigan va jiddiy asoslar talab qiladigan holatdir. Odatda bunday undiruvlar mol-mulkning qolgan qismiga qaratiladi. Zaif qatlamlarga tegishli nozik jihatlar. Pensionerlar, nogironlar, yakka yolg'iz onalar kabi zaif qatlamlar qarzdan immunitetga ega emaslar. Ya'ni ularda qarz bo'lsa, qonuniy choralar qo'llaniladi. Ammo ijro jarayonida ularning ijtimoiy ahvoli inobatga olinadi va ularning minimal daromadini himoya qilish bo'yicha maxsus qoidalar amal qiladi. Sud ijrochilari undiruvni amalga oshirayotganda qarzdorning ijtimoiy holatini, uning tirikchilik uchun zarur bo'lgan minimal mablag'ini saqlab qolishga majburlar. Bu degani, masalan, pensionerning pensiyasidan juda kichik miqdorda undiruv amalga oshirilishi mumkin. Lekin u o'zining asosiy ehtiyojlarini qondirishga yetarli mablag'siz qolmaydi. Qarzdorlik bilan bog'liq muammolarda e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq holatlar, bir xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish, eng katta xato MIBdan kelgan xatlarni, sud chaqiruvlarini e'tiborsiz qoldirish. Ko'pchilik menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Ammo bu holat odatda sudning qarzdor ishtirokisiz chiqarilgan qaroriga va yanada qattiqroq ijro choralariga olib keladi. Qancha kechiktirsangiz vaziyat shuncha og'irlashadi. Ikki huquqlardan bexabarlik, o'z huquqlarini bilmaslik ham ko'p muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'plab odamlar qaysi mol-mulk xatlashdan ozod qilinganini yoki daromadining qaysi qismi himoyalanganligini bilmaydi. Uch firibgarlik sxemalari. Hozirda firibgarlar ham ko'paygan. Ular o'zlarini davlat idoralari xodimlari, jumladan MIB xodimlari deb tanishtirib, sizdan pul undirishga urinishlari mumkin. Ular qo'ng'iroq qilib yoki SMS yuborib, sizdan darhol to'lovni talab qilishadi va aks holda sizni og'ir oqibatlar bilan qo'rqitishadi. Har doim hujjatlarni, mansabdor shaxsning guvohnomasini talab qiling va shubhalaringiz bo'lsa rasmiy idoralarga, ya'ni MIBning o'ziga yoki prokuraturaga murojaat qiling. Hech qachon shubhali hisob raqamlariga pul o'tkazmang. Davom muddati. Qarzdorliklarning ham o'z davom muddati bor. Ya'ni ma'lum bir muddatdan keyin qarzdorlikni undirishning huquqiy asosi yo'qolishi mumkin. Odatda muddat 3 yilni tashkil etadi
lekin ba'zi turlar uchun boshqacha bo'lishi mumkin. Bu haqda ham ma'lumotga ega bo'lish muhim. 5. Mediatsiya va muzokaralar. Vaziyat sudga yetmasidan oldin kreditorlar bilan muzokaralar olib borishga harakat qiling. To'lov jadvali, rassrochka tuzishni so'rang. Ko'pincha ular bunga rozi bo'lishadi. Chunki bu ularga ham, sizga ham foydali bo'ladi. Misol uchun, hududga avtomobilga borib, qarzdorligingiz bo'yicha to'lov jadvali tuzishni so'rashingiz mumkin. Bu sizga birdaniga katta summani to'lashdan qutulish imkonini beradi. 6. Yuridik yordam. Agar vaziyat jiddiylashsa, malakali advokatga murojaat qilishdan tortinmang. Yuridik maslahat va himoya sizni ko'p muammolardan qutqarishi, mol-mulkingizni asrab qolishingizga yordam berishi mumkin. Endi esa barcha tomoshabinlarimiz uchun aniq va amaliy tavsiyalar. Ya'ni agar siz qarzdorlik bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz yoki bunday holatlarning oldini olishni istasangiz, nima qilishingiz kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun aniq harakatlar rejasi bo'ladi. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Ilg'adam qarzlaringizni muntazam tekshiring. Har doim kommunal to'lovlar, gaz, elektr, suv, chiqindi va boshqa majburiy to'lovlar holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Bugungi kunda buning uchun ko'plab qulay usullar mavjud. Mobil ilovalar, ko'pgina kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning, masalan, hudud gazta'minot, hududiy elektr tarmoqlari o'z mobil ilovalari mavjud bo'lib, ular orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, qarzdorlik holatini real vaqt rejimida ko'rishingiz mumkin. Bank ilovalari, banklarning mobil ilovalari, masalan, Payme, Click, Apelsin orqali ham kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz va ba'zi hollarda qarzdorlikni tekshirishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetlar. Ko'pgina xizmatlarning rasmiy veb-saytlarida shaxsiy kabinetlar mavjud bo'lib, ular orqali ham ma'lumot olish mumkin. Bu sizga kichik qarzdorliklarni katta muammoga aylantirishdan oldin ularni aniqlashga yordam beradi. Esda tuting, oldini olish har doim davolashdan osonroqdir. 2 qadam. Ogohlantirish xatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Agar siz MIBdan, sud tomonidan yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan ogohlantirish xati yoki chaqiruv olsangiz, uni mutlaqo e'tiborsiz qoldirmang. Darhol javob bering. Bu shuni anglatadiki, sizda qarz borligi aniqlangan va undirish jarayoni boshlangan. Agar siz bu xatlarga javob bermasangiz, vaziyat yomonlashadi va sud jarayoni sizning ishtirokingizsiz ham o'tkazilishi mumkin. Xatni olganingizda unda ko'rsatilgan sanaga qadar javob berish yoki ko'rsatilgan idoraga murojaat qilish juda muhim. 3 qadam. Kreditorlar bilan muloqot qiling. Agar sizda to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelsa, masalan, vaqtincha ish joyingiz yo'qolgan bo'lsa, kasallik tufayli pulingiz kamaygan bo'lsa, sudgacha kreditorlar, kommunal xizmatlar. Bank bilan bog'laning. Ular bilan to'lov jadvali rassrochka bo'yicha kelishishga harakat qiling. Ko'pincha ular bunga rozi bo'lishadi, chunki ularga ham sud orqali uzoq va qimmat jarayonni boshlashdan ko'ra siz bilan kelishuvga erishish afzalroq. Misol, hudgazta'minotga borib, qarzdorligingizni qismlarga bo'lib, har oy ma'lum miqdorda to'lash bo'yicha shartnoma tuzishingiz mumkin. Bu sizga katta yukni bir yo'la to'lashdan qutulish imkonini beradi. Ketir qadam. O'z huquqlaringizni biling. Qonun hujjatlarida qaysi mol-mulk qatlishdan ozod qilinganini va daromadingizning qaysi qismi himoyalanganligini bilish juda muhim. Bu bilimlarga ega bo'lish sizni ortiqcha xavotirlardan qutqaradi va huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasining sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunini o'rganib chiqishingiz mumkin. Unda undiruv qaratilishi mumkin bo'lmagan mol-mulk turlari aniq ko'rsatilgan. 5 qadam. Yuridik maslahat oling. Agar vaziyat jiddiylashsa, masalan, sudga chaqirilgan bo'lsangiz, mol-mulkingizga undiruv qaratilayotgan bo'lsa yoki app xodimlari tomonidan bosim sezayotgan bo'lsangiz, advokatga murojaat qiling. Malakali yuridik yordam sizni ko'p muammolardan qutqarishi, noto'g'ri qarorlar qabul qilishdan saqlashi va qonuniy huquqlaringizni himoya qilishingizga yordam berishi mumkin. Davlat tomonidan bepul yuridik yordam ko'rsatadigan markazlar ham mavjud. 6 qadam. Barcha hujjatlarni saqlang. Barcha to'lov kvitansiyalari, olingan xatlar, kreditorlar bilan yozishmalar va rasmiy javoblarni saqlab qo'ying. Bu hujjatlar sizning qarzni to'laganingizni yoki vaziyatni hal qilishga harakat qilganingizni tasdiqlovchi muhim isbot bo'lishi mumkin. Hatto kichik to'lov kvitansiyasini ham, agar imkon bo'lsa, bir necha yil davomida saqlab qo'yishni maslahat beraman.
Shunday qilib aziz do'stlar, ilmaydan pensionerlarga taqiq yoki eshiklar olib qo'yiladi kabi sarlavhalar asosan mish-mish va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlardir. Bu xabarlar asosan odamlarni xavotirga solish va kanalga ko'proq auditoriya jalb qilish maqsadida yaratilgan bo'lishi mumkin. Qonun qarz to'lamaganlik uchun jazo choralarini ko'zda tutadi. Ammo bu choralar qat'iy tartibda amalga oshiriladi va fuqarolarning huquqlari, ayniqsa zaif qatlamlarning huquqlari har tomonlama himoyalanadi. Sizning yagona yashash joyingiz, minimal daromadingiz va shaxsiy ehtiyojingiz uchun zarur bo'lgan mol-mulkingiz himoya ostida. Shuning uchun vahima ko'tarishga hojat yo'q, lekin mas'uliyatli bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish har birimiz uchun majburiyatdir. Umid qilamanki, ushbu video sizning barcha savollaringizga javob berdi va xavotirlaringizni tarqatishga yordam berdi. O'z fikringizni izohlarda yozing. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda faqat ishonchli huquqiy asoslarga ega va foydali ma'lumotlar e'lon qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha